Bugun Qo'qonda ekstremniy svetoforida milliy taomlardamiz. Oshlarni tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ishtaham yo'q, havo issiq. Oshlari har kuni soat 11 dan 2 gacha osh bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Pistali osh. Oshdan tashqari barcha turdagi milliy taomlarimiz mavjud. Pistali oshlariga gap yo'q. 50 gradus issiqda issiq ko'k choy bilan osh ketadi-yu. Suyak kamirishni yaxshi ko'raman-da. Qovur akalarimizga ham kattakon rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Barchalarini Qo'qon shahrida joylashgan ekstremniy svetoforda milliy taomlarda kutib qolamiz.